Cristiano Ronaldoning mana bu gapini bitta eshitinglar-da. Men kichkina bo'lganimda maktabdagi o'qituvchim menga shunday degan edi. Sen hech qachon professional futbolchi bo'la olmaysan. Bu so'zlarni men hech qachon unutmayman. O'sha paytda atigi 11 yoshda edim. Ozg'in, kichkina, kambag'al bola edim. O'sha o'qituvchi ko'zimga qarab dedi: "Cristiano, sen juda zaifsan. Sen hech narsa qila olmaysan." O'sha kuni men ko'z yoshlar bilan uyga qaytdim. Lekin yuragimning chuqur bir yerida o'zimga bir qaror qildim. Men unga noto'g'ri ekanini isbotlayman. Men hammaga ularning yanglishayotganligini ko'rsataman. Boshqa bolalar hovlida o'ynayotgan paytda men mashq qilardim. Ertalab, kechasi, bahona yo'q, ta'til yo'q, dam olish kuni yo'q, ziyofat yo'q. Faqat mehnat. Oyoqlarim og'rib ketguncha, nafas ololmay qolguncha shug'ullandim. Har bir yugurishim, har bir gollarim, har bir ko'tarilgan kubogim o'sha so'zlarga berilgan javobim edi. O'sha kuni men bitta haqiqatni angladim. Senga ishonishmasa, bu hali hech narsa emas. Muhimi, o'zing qanchalik tayyorsan. Videoni motivatsiyaga muhtoj yaqiningizga yuboring. Like bosing va obuna bo'ling.